Mis 2 sulfat eritmasiga qaysi moddani qo'shganimizda ko'k rangli cho'kma hosil bo'ladi? Berilishini yozib olamiz. Demak, mis 2 sulfat eritmasi bo'lgan ekan va variantlarda berilgan moddalardan qaysi birini qo'shsak ko'k rangli cho'kma hosil bo'ladi. Har bittasini qo'shib ko'ramiz. Reaksiyani yozib oldik. Hammasi almashinish reaksiyasi. Ya'ni natriy bromid qo'shilgan bo'lsa, mis 2 sulfatga natriy sulfat mis 2 bromid chiqadi. Almashinish reaksiyasi. Va eritmada cho'kmaga tushadimi, eriydimi, uni aniqlash uchun eruvchalik jadvaliga qaraymiz. Eruvchalik jadvalida natriy sulfatdan mis 2 bromiddan eriyotgan. Bizning masalada cho'kmaga tushishi kerak deyilgan. Demak, bu yerda cho'kma yo'q. To'g'ri kelmaydi. Kaliy nitrat qo'shadigan bo'lsak, kaliy sulfat mis 2 nitrat chiqadi. Kaliy sulfat mis 2 nitrat. Ikkalasi ham eriydi. Eruvchalik jadvaliga qaraydigan bo'lsak, cho'kma yo'q. Bizga cho'kma tushgani kerak. Magniy xlorid qo'shadigan bo'lsak, magniy sulfat mis 2 xlorid chiqadi. Magniy sulfat cho'kmaga tushadi. Eruvchalik jadvaliga qaraydigan bo'lsak, yaxshi erimaydi deb yozilgan. Demak, erimaydi. Mis 2 xlorid eriydi. Bu oq cho'kma, magniy sulfat. Ko'k rangli cho'kma tushishi kerak. Demak, bu ham to'g'ri kelmaydi. Litiy gidroksid qo'shadigan bo'lsa, litiy sulfat bilan mis 2 gidroksid chiqadi. Litiy sulfat eriydi, mis 2 gidroksid erimaydi, cho'kmaga tushadi. Ko'k rangli cho'kma deyilgan. Demak, D javob to'g'ri kelyapti. To'g'ri javob D varianti.